Bilamizki, muhtaram jamoatlarimiz, islom dini barcha insonlarni o'zaro mehr muhabbatli, ahl inoq va bir-birimiz bilan doimo birdam va hamjihat bo'lib yashashligimizga buyurgan. Alloh taolo mo'min musulmonlarni, har bir insonni o'zaro gina kudurat oralarida adovat qilishlikdan dinimiz qaytargan. Zotan Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karim oyatlarida bu haqida, ya'ni orani tuzatishlik, isloh qilishlik haqida juda ko'p oyatlarni marhamat qilgan. Fattaqulloha va aslihu zata baynikum. Ya'ni mana shu oyatda Alloh taolo aytadiki, Allohga taqvo qilinglar va oralaringizni tuzatingizlar, o'rtalaringizni o'zaro isloh qilingizlar deya marhamat qiladi. Demak, bu oyatda taqvo eng buyuk ne'mat bo'lib, eng ulug' bir talab qilingan mo'minlardan bir amal bo'lsa, ya'ni botin va zohirda, jamoatning ichida-yu xoli qolinganda Alloh taolodan qo'rqishlik, taqvo qilishlik, hayo qilishlik bo'lsa, bu taqvo bundan keyingi eng buyuk bir ibodat darajasiga ko'tarilgan amal, ya'ni islahu zatil bayn deyilyapti. Ikki kishini orasini isloh qilishlik. U xoh er va xotindir, aka-ukadir, qavmi qarindoshdir, qo'ni qo'shnidir, yoki opa-singildir, yoki mo'min musulmon birodardir, bir-biriga orasiga shayton aralashib, vasvasa qilib, yo dunyo moli tushib, bir-birlariga jahl qilib, yuz ko'rmas bo'lib, gina kudurat qilib, adovat qilib, bir qancha muddatdan beri gaplashmay, bordi keldi qilmay, aloqalarni, munosabatlarni, muomalalarni uzib qo'yib, bir-birini ko'rganda yaxshi bir ko'z bilan, yuz bilan, qalb bilan bir-biriga yuzlanmay yurgan holatlarimiz ham bor. Bu mo'min musulmon uchun eng katta ayb va eng katta musibatlarimizdan biri hisoblanadi, azizlar. Alloh Qur'onda aytadiki, "Faman afa va aslaha fa ajruhu alalloh." Kimki bir birodarini kechirib yuborsa, afu etsa va orasini isloh qilsa, tuzatsa, uning savobi, ajri Allohning zimmasigadir deya marhamat qiladi. Haqiqatan ham kechirib yuborishlik bu haqiqiy mo'minning axloqi bo'ladi. Garchi aybdor bo'lmasak-da, bizga nisbatan so'z bilan yoki boshqa holat bilan orani uzishlik holatini boshqa birodarimiz sodir qilgan bo'lsa ham, biz Alloh uchun avf qilib kechirib yuborsak, albatta oramizni isloh qilsak, ro'para kelganda tabassum bilan assalomu alaykum birodar deb hol ahvol so'rab yuraveradigan bo'lsak, bizga beriladigan ajr bu Alloh taolo o'zimiz zimmamgadir deydi. Fa ajruhu alalloh. Mana bu eng katta saodatimiz. Ya'ni buni ajri qancha bo'ladi? Alloh taolo o'zini zimmasiga olyapti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambarimiz ajoyib bir hadisni marhamat qilganlar. Tuftahu abwabul jannati yawmal ithnayni va yawmal khamis. Ya'ni jannat eshiklari har dushanba va payshanba kunida ochiladi. Fayaghfirullohu likulli abdin la yushriku billahi shay'a. Alloh taolo o'ziga sherik keltirmagan har bir mo'min bandasini mag'firat qilib yuboradi. Illa rajulan kanat baynahu va bayna akhihi shahna'u. Magar, ya'ni Alloh gunohlaridan poklamaydigan, Alloh kechirmaydigan bir kishi bo'ladiki, ya'ni birodari bilan o'zini orasida bug'zu adovat, ya'ni orani buzilishligi bo'lgan odamlarni Alloh taolo mana bu jannatning eshiklari ochilgan dushanba va payshanba kunlarida ham ularni mag'firat qilmaydi deydilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Fayuqalu, malaikalarga nido qilib aytilarkanki, anziru hadayni hatta yastaliha, anziru hadayni hatta yastaliha, anziru hadayni hatta yastaliha. Ravahul imam Muslim. Ya'ni kutingizlar, hatto bu ikkovlari oralari isloh bo'lguncha, kutingizlar, bu ikkalasi orasini isloh qilgunicha, kutingizlar, bular orasini isloh qilib yarashib olguncha deb nido bo'lar ekan malaikalarga.
Qarang, bu dargohi ilohiyga chiroyli solih amallarni, duolarni, ibodatlarni ko'tarilishligiga sabab bo'ladigan narsa, ya'ni mo'min musulmon bilan o'zga birodarning orasida ya'ni gina kuduratli bo'lmasligi ekan. Agar Alloh ko'rsatmasin gina kudurat bo'lib arozlab yurilgan bo'lsa, qancha oylar o'tyapti, yillar o'tyapti, bir-biridan uzilib ketgan bo'lsa, bu endi eng yomon bir oqibatki, eng yomon musibatki, kutinglar, bu amallari ya'ni qabul qilinib, Alloh ularni mag'firat qilib yuborgunga qadar to'siq bo'lyapti. Ya'ni orani buzilganligi. Kutinglar, bular yarashib olguncha deb 3 marotaba Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptilar. Maloikalarga shunaqa xabar qilinadi, nido qilinadi deya. Albatta bu yuqorida aytganimizdek, eri xotin oilada bo'lishligi mumkin bu narsa. Mo'min musulmonlarning orasida bo'lishligi mumkin. Duoyim ijobat bo'lsin, namozlarim qabul bo'lsin, meni Robbim mag'firat qilsin, gunohlarimni afv qilsin, kechirsin deydigan har bir mu'min, mu'mina, muslim, muslima albatta ya'ni bu maloikalarni kuttirmasdan ham, ya'ni dargohi ilohiyda meni solih amallarim qabul bo'lsin, ko'tarilsin deyotgan umidi bor mu'minlar orasini darhol isloh qilishlikka harakat qiladilar.